Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, Vulqon Uz kanalining ashaddiy muxlislari, hurmatli obunachilar, xudo xolasa bugun hafta kuniga payshanba, barchangizga kuningiz fayzli o'tishini tilab qolamiz. Hurmatli obunachilar, juda ham ko'plab akalarimiz bo'g'oz qo'ylardan chiqarishimizni so'rashyapti, kommentariyalar yozishyapti, telefon qilishyapti. Ko'cha-ko'yda ko'rganda ham so'rashyapti, hurmatli obunachilar. Bugungi video ana shu akalarimiz uchun maxsus bo'ladi. Xudo xolasa ekranni qarshisiga yaxshilab o'rnashib, like'larni bosib, kommentariyada Vulqon jamoasiga omad deb chiroyli kommentarlar yozib turinglar. Kundan kunga mana shunaqa chiroyli joylardan obzor qilishdan to'xtamaymiz. Hurmatli obunachilar, biz bugun Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'iga kelganmiz. Kimni qo'rasiga degan akalarimizga Optimchi Abdulahad akamizning qo'ralariga yana keldik aka. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Obunachilarga xolasa qo'ylar zo'r-zo'ridan olib keldik. Xudo xolasa. Yaxshi like'ni bosib, qo'llab-quvvatlab tursa, narx kundan-kunga tushirib, arzon qilib yetkazib beramiz. Qo'zi so'raganlar, qo'zi ham bor. Bugun sovug'iga faqat. Pichma so'ragan obunachilar ham bor. O'tgan safar pichmani bitta aka ketib qolmay qoldi. Bo'pti, yana pichma, qo'chqor, qo'zi sovliq hammasidan bor aralash. Barakasi. Kelgan odamda xolasa ish bitadi. Xudo xolasa akalar, videoni boshidan bittadan like urib qo'yasizlar. Biz videomizni boshladik. Xo'p, buni ma'lumotlarni beraylik. Soni nechta Abdulahad aka? Buni soni 50 ta bor. 50 ta? 45 ya 50 ta. 40 tadan ko'p deylik. 40 tadan ko'p. 45 ta. Xo'p, bo'yvaslari xotirjam 80 duradi, oldi 85 ham chiqib qolsa kerak a? 80 pelis-milisga olishaversin. Xudo xolasa. 85 ta sayarni. Mana aka. Terib oladi, terib odam bas 85 ligini terib oladi-da. Mana qorinlarni ko'rib turibsizlar, mana hurmatli obunachilar, bo'yvaslari, rang ro'ylari. Xo'p, aka buni yeb-ichish, sog'liklarini sinab oldingizmi? Ha, sinab oldik. 1-2 kun vaqt sinovdan o'tdi. Sotuvga chiqaryapmiz, xolasa yaxshi. Xudo xolasa akalar, bitta narsaga ahamiyat berishlaring kerak. Pardoz, andoz hech nima qilinmagan. Qanday kelgan bo'lsa, ana shunday chiqyapti. Xudo xolasa mana akalar, kelib tepasida ko'rsalaring, tepasida ish osonroq bitadi. Ha. Xo'p, bular qayerda qo'ylar aka bular? Bularmi? O'zimiz mesni qo'ylar-da. O'zimiz mesni qo'ylar. Mana hurmatli obunachilar, mana yuzlarini qaranglar, yaltir-yultirligini. Yo'q, lekin yuzlari tiniq ekanda Abdulahad aka. Katta. Ha? Hamma yoq ishlari ham yosh, ellar 2 tish, 4 tishlari ham bor. Kattasi nechi aka? Kattasi bitta 2 tish bosqani bor, qolgani hammasi 4 tish, 6 tish asosan. Asosan mana hurmatli obunachilar, bolasini xotirjam 3-4 yil olib yursa bo'laveradigan variantda. Xo'p, bular bo'g'oz aka? Bo'g'oz. Bitta yarimtasi qisir tushmasa qolgani bo'g'oz hammasi. Xudo xolasa. Endi uni baribir kelib tekshirtirib olganingiz yaxshi. Kelib ko'rib, ustida savdo qilib olishsa yaxshi. Tag'ini ko'radi. Bo'g'oz desa qarang, bo'g'ozga sotamiz. Bu qo'yin qisir ekan desa qisir pulda berilaveradi. Gap yo'q. Xudo xolasa hurmatli obunachilar, endi hozir bo'g'oz bo'lmagan qo'ylar menimcha qolmadi Abdulahad aka. Endi bu badanda, bu gavdada Eldarbek qo'chqor yonida o'tib ketsa ham bo'g'oz bo'lib qoladi. Qo'polchasi tushuntirganda yelinlarni ham qarang, o'zi qo'zg'ab qolgan, hammasi yelin sab qolgan. Mana keling, mashina ham yelini bor ekan. Hammasida bor. Bashniga ham ko'chib qolibdi mana. Mana buni ham qarang, eng kichkinasini mana. Xudo xolasa qo'ylarni akalar sifat yaxshi. Buni olgan odam xolasa yungini oldirib olsa ham bo'ladi, lekin qish keldi, bundan buyog'iga sovuq tushdi. Mashq holatda tursa ham bo'ladi. Agar aka oldirib ber desa, yungini oldirib ham beraverasiz. Kelishadi, masalan 45 dan 5 ta 10 ta tanlab shuni junni oldirib bering desa, oldirib beramiz. Kelib ko'rib, ustida savdo qilib olinsa, uyda turib savdo qilib olibda junni oldirib jo'natib olsa, uni imkoniyati yo'q. To'g'ri, endi haligi har xil holat qilib beramiz, ha. To'g'ri. Xo'p, buni narxini necha qilib beramiz Abdulahad aka? Narxini so'rayman desdan chiqib qolibdi aka. 4 dan qo'yaylikmi Eldarbek? Sal aka, yengilroq. O'tgan safargilarga o'xshab chiroyli narx qilib beravering. Qalay ketdi o'tgan safargilar? Yaxshi, Xudoga shukr, zo'r. 38 dan berishaveradi obunachilar. Eldarbek. Sal kelishtiring Abdulahad aka. Endi 4 dan qo'yaman. Endi aka 8 dan bo'pti. Endi 4-5 yo'q gapda bo'ladi. Bo'ldi, qarang. Optimaganga 37 dan tanlab olishga 100 ming 200 ming pelisi bor. Kelib ko'rib tanlab olish-veradi. 36 dan Optim olgan Abdulahad aka. Endi 36 dan bo'lsa, shuni 600 dan. Qarang, qo'yapmiz obunachilar. 36 qo'ysangiz 36 dan beraylik, tanlab olishga ham deyapti. Tanlab olishga 100 ming 200 ming qo'shiladi. Xo'p, tanlab olishga 100 ming 200 ming bo'lgani bilan 36 ga Optim. Optimasin 45 dan 36 dan qilib beramiz obunachilarga. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa kelib ko'ringlar. Suyaklari ham yaxshi qo'yiladi, xudo xolasa. Mayda juda yo'q, kalta narsalar emas. Ushlab ko'rsataylik. Shuna qilaylik Abdulahad aka. Mana ularni qarab, mashq qo'yiladi. Pishini ham ko'rsatib qo'yaylik ana. Mana qarang, 6 ta qo'ying tishga.
Mana qo'ydi, qarang. Eng og'rig'ini ham gavdasini qarang. Mana shu eng og'rig'i mana shu. Suyagi. Baqa yonga suring. 50 kilo kam bo'lmaydi, bu semirsa. Mana akalar. Suyakli narsalar, uzun narsalar, xudo xolasa, Qisirga ham, bo'g'ozga ham bu aytaveradi. to'g'risini aytish kerak. Baraka Mana shunaqalarni et sal to'lib qolsa, akalar 4,5 ga bergani yo'q. To'g'risini aytish kerak. Optimiga endi quyuq suyuqni ichida ana shu narsalar ham ketadi. Mana mashq qo'y ham yaxshi qo'y ekan, mana zo'r ekan, hurmatli obunachilar. Ko'pincha ya, Sheldor. Xo'p, dastlabki qayergacha bo'ladi? Dastlabki optim olishsa, O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Aha. 5 ta, 4 ta, 10 tagacha Samarqandgacha qilib beramiz. Samarqandgacha. Telefon qilishaveradi. Dastlabki. Xo'p, bugungi o'zi nechta partiya aka? Bugungi 3-4 partiya bor. Bo'lib chiqarib beramiz. Keyingilarni olib chiqamizmi aka? Ha, ketinglar. Ketdik bo'lmasa. Hurmatli obunachilar, bu partiyamizga aralash, quralash desak ham bo'laveradi, Abdulat aka. Qanaqa olaman desa, shuni hammasidan bor. Ishi bitaveradi. O, buning ichida so'g'lig'i ham bor, qo'chqori ham bor, pichmasi ham bor, axta qilingan aka. Axta qilinganlar ustiga kraska chachib qo'yganmiz, Eldor. Mana shu axta. Mana shu. Qulog'ida sirg'asi ham yo'q, axtaladi aka. Mana shu siyoh rang kraska sepilganlar, hammasi axta qilinganlar. To'g'ri olib borib, yemga tashlab yuborsa ham bo'laveradi aka. Ha, hammasini bitta boqsa ham bo'laveradi bularni. Axta bilan so'g'liq yuraveradi bemalol. Axta bilan so'g'liq bitta 5-6 qo'chqor bor mana. Yashil baldog'i borlar turibdi. Ketdi, bitta o'tkazib ko'rishsinchi qo'ylarini. Mana. Qo'ylarni holati yaxshi ekan, haligi charchog'i ham uncha bilingan yo'qda. Jullarni oldirib tayyor qilib qo'ydik-da. Abdulat aka charchoq ham bilinmayapti. Mana shu baldog'dagilar Eldorbek qo'chqor. 5 ta 6 ta qo'chqori bor. 30 to'rg'ochisi bor. 30 to'rg'ochi. Jami nechta hozir bu yerda? Jami 45 ta. 45 dona mana, hurmatli 10 ta obunachilar. pichma, 5 ta qo'chqor, 30 to'rg'ochda. 15, 30, 45. O, buni yosh oligi necha oylik deymiz aka? Yosh oligi 6 oylik plus-da. 6 oylik atrofida. Mana. Pichmalar ham yaxshi ekan, qo'l oyoqlari uzun ekan, hurmatli obunachilar. Da xolasa bizga yomon narsa kelmaydi, olmaymiz. Sariq. Sariq deganlarga mana sarig'idan, qora, kashdan, hamma rangdan bor. Yeb-ichish sog'ligida muammosi yo'q-a? Yo, sinab oldik. Yeb-ishlari yaxshi, yana bir hafta kafolat beramiz. Bemalol tavsiya qilaveramiz, qo'rqmasdan. Bemalol. Bir sinovdan o'tkazib olishaveradi. Mana akalar. Beryapti turgan pullarga arz uradigan qilib, narxni ham chiroyli qilib beramiz. Xudo xolasa, anchadan bir unaqa qo'zilar o'zi o'tkazib beramiz, siz bilan chiqardik shekilli, qo'zilarni. Qo'ziladi. Qo'z so'g'liqlar anchadan bir kelgani yo'q. Bir kishi oldi, Eldarbek, bir kishiga ketdi qo'zilar. Anchadan bir chiqqani yo'q-da unaqa qo'zilar. Hammada katta qo'y, bo'g'oz, boshqa bo'lyapti. Hammasi endi puliga yarasha. Bizdan vaj olsa 3 million qoladi, 5 million qoladi, xudo xolasa beryapti turgan puliga arziydigan narsa qilib chiqarib beramiz. Buni necha pul qilib beramiz aka? Buni endi 3,5 dan berishaveradi-da. Qo'chqor, so'g'liq, pichma hammasi bitta ketaveradi. Bugun sal qimmat aytyapsiz Abdulat aka. Yo'q, qimmat. Bugun ko'ryapsiz, hamma 38 kecha burasaga rasxod kattaroq qo'ymayman deysiz aka? Yo'q. Sal kelishtiring Abdulat aka. Bo'ldi, qo'lni bering. Dangal. Mayda chudasi yo'q, qarang. 3 million 300 dan ketaveradi. Obunachilar. Abdulat aka, o'tgan safar ham 3,5 milliondan 3 million 400 dan aytavering. Yopishtirib aka. Bo'ldi, 3 million 200 dan. 3 million 100 dan. Ha, 3 million. Abdulat aka qattiqlik qilmang. 3 million 100 dan bir joyga olgan odamga. 3 million 100 dan qo'yamiz, qarang, 45 tasini ustiga kelib savdo qilib 5 ta olganga 100 ming 200 ming qo'shiladi. Baraka. Hurmatli obunachilar, 3 million 100 ming so'mdan bir bo'lsa bugun bir tanlab olishga endi holatiga qarab plus minuslari bo'ladi, hurmatli obunachilar. Sababi buning ichida qo'chqori ham bor, so'g'lig'i ham bor, axtasi ham bor. Bilasizlar, endi 5 qo'l baravar emas. Ha, 500 ming, 400 ming emas, Eldarbek. Mana 100 ming, 200 ming raznisasini aytyapsiz. Uzog'i 200 ming deng. Chunki mana qanday mana qo'chqor bilan so'g'liq ekan, mana shu shab ko'rsataylik. Masalan, videoda ko'ryapti turgan ekan, mana 3 million 300 ga sotsak, mana 3 million 100 dan chiqaryapmiz, buni minusini, bunga plusini yediriladi. Yediriladi, to'g'ri. Xo'p, bulan dastavkasi optim olsa, buni ham O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab qarang, qo'lni bering. Bir obunachilarga bo'lsa bo'lsin. Abdulat, men ko'proq boqaman, kichikrog'idan ter ber degan obunachilar 5 ta 10 ta urg'ochisidan 3 milliondan ter beraman. Bemalol telefon qilisharsiz. Xo'p, endi Abdulat aka, buni qarang. O 5 ta 10 ta olamiz deysa, dastavka nima bo'ladi? Dastavka Samarqandgacha qilib beramiz. 10 taga ham. Ha, bitta ikkita 5-10 ta kichikrog'idan ter bering, pulim kamroq deganga 3 milliondan qilib beramiz. Video davomida aytyapmiz. Kichikrog'idan ter beraman, men joyim sirab, bog'im bor, qo'yib yuboraman degan obunachilar mana. Kichkinasi ham endi mana shularda bo'lsa. Qarang mana. Yo'q, qo'ylar ekan. 3,5 million. Yaxshi akalar, tepasiga kelib ko'rishlaringni maslahat beraman.
baribir ko'z bilan ko'rganga hech nima yetmaydi. To'g'ri. Keyingi partiyamizga qanaqasi bo'ladi aka? Ketingi partiyasiga birinchi partiyani juni olingan partiyalari bor. Holi juni agregat qilingan Agregat variantda. qilingan. Olib chiqamiz ularni ham? Ularni ham olib chiqamiz. Ketdik bo'lmasa. Hurmatli obunachilar, mana bu partiyamizga yungi olingan bir 4 kishi 6 kishi bormi ham aka? Ha, 4 kishi 6 kishi, bitta yarimtasi 8 kishi ham bor. Imkon qadar kelib ko'rib olishaversin. Bularni qisirib beramizmi, bo'g'ozlab beramizmi aka? Ichida qo'chqor yurgan hammasi yelim qo'zoqlar. Mana qarang mana. Yana bir tekshirib olaverasizlar, hurmatli obunachilar. Kelib soni nechta buni? Soni 8 dona. 8 dona bo'lib o'tirmasdan bir qo'raq olib qo'yadigan ekan. Ha, bir kishi olib qo'yadi Xo'p, xolasa. akalar hozir birinchi partiyada olib chiqdi-yu, agar ularni yungini olsangiz, bundan ham yaxshi chiqsa kerak. Bundan dadir, bundan ham oyoq qo'li uzunroq. Qo'l oyog'i uzun edi sababi. Hurmatli obunachilar, shuni ham hisob-kitobini qilib olaverasizlar. Sababi boya aytganimizdek, yungini oldirib ber desalar, yungini oldirib ham berilaveradi. Ha, oldirib beramiz. Shu holatga keltirib beramiz birinchi partiyani. Xudo xolasa. E'tiborshlari zo'r. Aka, bularni yeb ichish, sog'lik, salomatlikdan qanaqadir shikoyatlar ko'rmadingizmi? Sinovdan o'tdi, garantiyalari bor. Yaxshi, xudo xolasa. Ha, imkon qadar bugun emas, erta kelib ko'raman degan obunachilar telefon qilib, junni oldirib qo'ysin desa, junni oldirib ko'ramiz. Xudo xolasa mana. Hurmatli obunachilar, ularning qorni ham osilib qolibdi, mana shu ko'k qo'ydi, qornilari osilib, shu bo'g'ozligi ham bilinib qolibdi, hurmatli obunachilar. Yu boya aytganimizdek bir tekshirtirib olganlarni. Imkon qadar kelib ko'rib olishaveradi. Mana. Tayyortasini ushlab ko'rsataylik mana. Mana. Holati zo'r. Necha pulga beramiz uni Abdulla aka narxini? Buni endi 8 dan junni oldirib chiroyli qilib charchani chiqarib qo'ydik deb narxini qo'shib olmaymiz. O'zi bizga ham hech qancha foyda qilmaydi. Rosa foyda qilsa 1 million nari berdi foyda qiladi. Ko'p foyda katta foyda qo'ymaymiz. Ya. Rosa bo'lsa 100 ta qo'yapmiz, 1 milliondan foyda qiladi. Ularga uncha katta qo'yib bo'lmaydi-ku. Ya aka, unadimay hozir. Voy, hammani ko'zi ochiq biladi. Kommentariyada to'polon boshlanib ketadi. Bo'lsa bo'lsin. Akalar endi aka men ham aytib qo'ydan molcha qolmaydi, qo'ydan molcha qolmaydi. Qo'ydan 1 million foyda qilsa bitta olsangiz bitta tekinga qoladi-yu. Undaqa emas, ammo bu sotyapti turgan dehqonni ham ko'zi ochiq, prosta kulgili. Kayfiyat ko'tarish uchun bo'lyapti. 3 million 600 dan qilib beramiz. Obunachilarga qarang. Kelib ko'rib, ustida qo'lni qisib 2 marta 3 marta qattiq silkib yuborsa 3,5 milliondan ham beraveramiz. Gap yo'q. Obunachilarga 8 tasini olganga. Xo'p, akalar, mana holatni ko'rib turibsizlar. Qo'ylar yaxshi holatda, etlari ham, bo'ybaslari ham, bo'ylarini xotirjam 80 dan beraveramiz, ha? 75 plus 80 atrofi. Ha, 75 dan balandligi aniq. Endi shunday o'lchasa 79, 78 chiqsam, 80 emas ekan deyapti obunachilar. Ha, u ham to'g'ri lekin. 80 deb qo'ysangiz 79 chiqsa ham qilyapti. Men bitta narsani guvohi bo'ldim. 1 santimetr qani degan odamning guvohi ham bo'ldim lekin. 1 santimetr. Boshinadan nima cho'kib qoldim 1 santimetr deyapti-da. Ya gap yo'q. Hurmatli onachi, endi hazil-huzul o'z yo'liga-yu. Borini bor, yo'g'ini yo'q deb sotgan yaxshi. Xo'p, xullas 3,5 milliondan optimaga olsa ketaveradi. Qo'zin orqada bo'lyapti-yu. Dastlabkamiz optim olsa Samarqandga ketaveradimi? Ha, 8 tani olganda Samarqandgacha dastlabki qilib beramiz. Menimcha aka buni bir qo'raq olsa kerak, buni maydalab o'tirmasdan. Tayyor. Sababi sog'liq so'ragan akalarimiz juda ko'p. Buni qarang, yana bittaligi bo'g'azmi, qisirmi deb o'ylanib turganlarga mana shu bo'g'az narisi qisir bo'lsa, bu 3 oyda tug'adigan bo'lsa, uni aqli yetgan odam 2 oyda tug'dirib oladi, qisir qo'ydi ham. Shuni teppa-teppa yemni berib tursa, semirsa go'shtini shunda sotsa, ona bola beraveradi. Shunda odam qisir qo'y 2 oyda tug'adi. Bo'g'az qo'y 3 oyda tug'adi shundan shar. Mana akalar. O'ylanish kerak yo'q. Chunki narx arzon. 3,5 million hozir. Bo'lmasa endi Abdulla aka, bugungi bu oxirgi partiyamiz yana bormi? Oxirgi partiyasi bitta ikkita videoga chiqmaganlari va kelib ko'rib tanlab ketishaveradi. Tanlab ketaverasizlar. Hurmatli obunachilar, videoni tezroq yakunlaymiz. Sababi obunachilarimiz juda ko'pchilik so'rashganida videoni joylab berishimiz kerak. Kunda kech qilmaymiz, taxminan 11:30 yoki 12:00 larga video chiqish rejalashtirilmoqda. Inshaalloh qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Videomizni oxirigacha ko'rgan akalarimizga rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ketkizgan vaqtlaringizga rozi bo'lib qo'yasizlar. Rahmat hammaga.